Siz uchun o'rta segmentdagi Hoffman brendida 7 kiloli va 8 kiloli kir moshini obzorini qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hop, birinchi modelimiz Hoffman brendidan 8 kiloli kir moshda. Kir moshlarimiz inverter motor bilan jihozlangan bo'ladi. 8 kiloli dizaynlari to'q kurang, oyna qavatli bo'ladi. O'zida 14 xil funksiyasi bor. Qo'shimcha doполнительный 3 xil opsiyasi ham bor. Kir moshlarimizni narxini videoni boshida aytib o'tib ketamiz. Narxi hozirgi kundagi narxi $370. Hop, kir moshlarimizni sifatiga keladigan bo'lsa, bilasiz, 3 xil kategoriya bor. Hamyonbop, o'rta narxdagi va eng sifatlisi. Lyuks deymiz. Hamyonboplarning hammasi ham, masalan, 8 kilo olgani bilan 8 kilo chiqmaydi. Motorlar ham kichikroq bo'ladi. Bu kir moshlar o'rta narxdagi sifatli kir moshlar qatoriga kiradi. 8 kilo olgan, ichi ham 8 kilo. Mana funksiyalar ko'p ozon kir moshlar funksiya yozib qo'ygani bilan to'liq unga javob bermaydi. Bu kir moshlarimiz har qanaqa nozul kiyimdagi motorlaringizni ham bemalol yuvib beradi. Именно shu modellarimizda qo'shimcha yangi texnologiya o'rnatib topilgan twister wash, kачественная стирка degan qisqa vaqtda kiyimingizni har qanaqa dog'li bo'lsa ham yaxshilab yuvib beradi. Xuddi qo'limizni siqib yuvamiz-ku, shunaqa holatda yuvib beradi. Xo'p, kir moshlarimizni dizayn chiroyli. Endi baraban qismiga o'tadigan bo'lsak, manjetlar yaxshi, ichida lampochkasi bilan jihozlangan. Rezinalar antimikrobniy bo'ladi, o'ziga suv chemmaydi. Har qanaqa hidsiz sizga xizmat qiladi, baraman hidlanib qolmaydi. Hop, komplektida yo'riqnomasi va kafolat talonlari bo'ladi, zavodskoy. O'zbekiston bo'ylab 3 yil o'ziga motorga o'yil garantiya beriladi zavod tomonidan. Hop, komplektda yana qo'shimcha qilamiz. Hamma kir moshlarda shunaqangi suvgaladigan shlankasi bo'ladi. Endi bu kir moshlarimizda Aquastop datchigi bor, texnologiyasi bor. Endi bu kir moshda 10 yildan keyindir, 15 yildan keyindir, 5 yildan keyindir suv utechkasi bor, ya'ni suv sizadi. Barabarnikidan tag qismida agar filtr yaxshi yopmagan bo'lsangiz, suv sizsa, mana akvadatchi biladida suvni обратно qisib qo'yadi. Ya'ni suv toshib ketmaydi, suvni to'xtatadi. Bu texnologiya hamma kir moshida ham yo'q. Bu narxga hozirgi aytayotgan funksiyalarimiz 100% oqlaydi. Hop, barabanimizni qolipi olmos shaklida bo'ladi. Har qanaqa nozul motorlaringiz tivit qilib yormaydi, avaylab yuvib beradi. Hattoki ayolini zarli, toshli materialini ham tozalab yuvib beradi. Baraban kursiz orqa qismida maxsus katta teshuvlari bor. Parasho gelini yaxshi ko'pirtirib beradi. Hamda mana qangi qo'llari bor. Kiyimingiz shularga urilib tozalanib yuvib beradi. Hop, kir moshlarimiz funksiyasi keladigan bo'lsa, ko'pchilik kir moshlarni funksiyasidan noto'g'ri foydalanadi. Noto'g'ri uстановка qiladi. Har bitta videomizda aytib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda uстановkangiz, ya'ni o'rnash jarayoni tekisroq o'rnatish kerak. Fundament yaxshi bo'lishi kerak. Agar uqlovli joyga o'rnatib, bitta oyog'i past, bitta oyog'i baland bo'lsa, kir moshini o'zidan o'zi yurib ketishiga ta'sir qiladi hamda podshipnigi tez buziladi. Shuning uchun taxtali polli joy tavsiya qilinmaydi. Kafel beton ustiga o'rnatiladi. Hamda uklonsiz tekisroq o'rnatib, har bitta oyog'i past baland bo'ladi. 0 zazor o'ldirib olasiz. Hop, ko'p ayollarimiz 15 minutlik sirkada, 30 minutlik sirkada yuvishadi. Bu asli noto'g'ri. Har bitta funksiyadan to'g'ri foydalaning. Endi to'g'ri foydalanishni men sizga bir o'rgatib o'tib ketamiz. Hop. Kir moshlar shu holatda tursa, 3 holatda turadi. Bitta birodingiz paxta rejimi. Hop, paxta rejimida o'sha xlopik rejimda paxta kiyimlarni 1 soatdan yuvib beradi. Endi bu rejimda par qo'ysangiz bo'ladi. Kir moshlarimizda очистка паром degan parovoy rejimi bor. Bu bilan yuvib berish. Bu funksiyani qo'shish uchun mana очистка паром bossangiz, shu par belgisi bor funksiyada par bilan yuvib beradi. Bu ya'ni kiyimingizni yuvish jarayonidan keyin, siqish jarayonidan kelganda par bilan polniy qanaqa mikrobni o'ldirib beradi. Xo'p, bu paxta kiyimlarga. Ikkinchisi Eco 4060 ekonom
rejimda 40 gradusda yuvib beradi yoki 60 gradusda. Hop, keyingi funksiyamiz bu sport kiyimi. Sport kiyimlarida, ya'ni sintetik, sintefon materialini sport kiyimini yuvasiz. Hop, keyingi funksiyamiz delikatniy stirka. Delikatniy stirka degani bu avaylab yuvish, ya'ni tugmali mato kiyimlaringiz yoki zarli toshli kiyimlaringizni shu funksiyada yuvishingiz shart. Hop, keyingi funksiyamiz adyollar uchun, pakrovali adyollar yuvish uchun mo'ljallangan, adyollarni yozib qo'ygan. Bu funksiyamizga mana par qo'shsangiz bo'ladi. Parni beydan qo'shasiz. Hop, keyingi funksiyamiz detskiy rejim. Bu chaqaloqlarning kiyimi uchun mo'ljallangan. Bu funksiyada обязательно par bilan yuving, chunki bilasiz, chaqaloqlarga kirmoshada kiyim yuvgandan keyin, kiyimlarni yuvgandan keyin bilasiz, parashok yoki geldan foydalanamiz. Bular baribir ximikat. Chaqaloqlarni badaniga kirmoshidan kirib yuvgandan keyin обязательно dazmollab turib, o'sha parashokdan qolgan har xil allergenlar bo'lishi mumkin. Ximikatni o'ldirib beradi, kraxmallarni o'ldirib beradi. Bu kirmoshlarimizda parvo rejimi bor. Detskiy rejimda par bilan yuvsangiz, kirmoshni yuvib kelgandan keyin dazmollashingiz shart emas. Qurigandan keyin bemalol chaqaloqingizni kiydirsangiz bo'ladi. Bu juda ham eng kerakli funksiyalardan. Hop, keyingisi twister wash. Bu kiyimingizni o'sha aytganimizdek yaxshilab zo'r yuvib beradi va qisqa vaqtda. Hop. Pastdagi funksiya bu очистка baraban. Buni har bitta kirmoshida bo'ladi. Endi u har bitta kirmoshida har xil joyda joylashgan. Har bir modeli bu yerda joylashgan, har bir modeli tablo tomonda joylashgan. Buni har oyda bir marta tozalab turishingiz shart. Barabandan qolgan qurumlarni, parashokdan qolgan qurumlarni, kiyimdan tushib qolgan tvitlar yoki sochli bo'lgan bo'lsa, bu uzun-uz kirmoshni tozalaydi. Bu funksiyani qo'yganingizdan keyin ichiga hech narsa solmaysiz. Endi algon tavsiya qilinadigan har xil ximikatlar bor. Очистка baraban payt ishlatiladigan. Buni qo'yganingizdan keyin ishini yopib turib, startni bossangiz, bu 1 soatdan uzun-uz yuvadi. Tagida hamma kirmoshlarimiz filtri bo'ladi. Shunaqangi shlankasi chiqadi. Shlankaning ichidagi probkani olib, suvini oqizib olasiz. Bu yerdagi filtrni olib oxirigacha. Olganingizda bu yerda qipqirlar to'lgan bo'ladi, ichida ham. Iloji bo'lsa bitta cho'tkada ichini tozalashingiz shart. Tozalab bo'lgandan keyin yaxshilab oxirigacha qotirasiz. Chala qotirib qo'yma, sababi bu yerdan suv o'tishga bo'lishi mumkin, suv ketib qolishi mumkin. Xo'p. Keyingi funksiyalarga o'tadigan bo'lsak, hop. Быстрая стирка. Bu ayollar hamma kiyimlar mana shu funksiyada yurishadi. Bu быстрая стирка 2 kilo chiqqan kiyimni chalib yuvib beradi. Sovuq suvda chalib yuvib beradi. Hop. Bunda asosan o'sha kir bo'lmagan sochiqlarga, maykalarga yuvsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi быстрая стирка 42 minutlik. Bu rejim o'rta holdagi dog' bo'lmagan kiyimlarni tozalab yuvib beradi. 15 minut rejim qaraganda yaxshiroq yuvib beradi. Hop, keyingi funksiyamiz sherst. Bu sherst kiyimlarga yungli, julli matolarga mo'ljallangan bo'ladi. Hop, 20 gradusli. Bu ruchnoy stirka hisoblanadi. Sovuq suvda chalib yuvib beradi. Hop, keyingi funksiyamiz smeshanniy stirka. Bu mix, ya'ni ustki kiyimingiz, ichki kiyimingiz aralashma matolarga mo'ljallangan bo'ladi. Hop, keyingi funksiyamiz palaskaniy odjim. Bu faqatgina chayqab siqish o'zi. Hop, keyingisi odjim o'zi, ya'ni siqish o'zi. Hop, endi bu kirmoshlarimizdagi bu yerda funksiyani tushunib oldingiz. Endi qo'shimcha doполнительный opsiyaga keladigan bo'lsak, birinchisi очистка паром deyiladi. Bu par rejimini qo'shish. Bu funksiyani hamma funksiya ham qo'shilmaydi, mana sanab o'tamiz. Paxta rejimiga 1. Ikkinchi rejim adyollar uchun va uchinchi rejim chaqaloqning kiyimi uchun qo'shsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi bu harorat o'zgartirish. Suv haroratini past baland qilsangiz bo'ladi. Keyingi knopkamiz, bu knopka ikkita vazifani bajaradi. Bitta bossangiz jarayonga qo'shimcha chayqash qo'shadi. Ya'ni har bitta funksiyada chayqash bor, lekin tozaloq chayqashni desangiz, bitta bosasiz 2 martadan chayqab yuboradi. Hop, endi bu knopkani ikkinchi vazifasini qo'yish uchun 3 sekund bosib turasiz.
Ya'ni misol siz aralash motor tanladingiz, endi kiyimingizda qo'shimcha dog' bo'ladigan bo'lsa, bu knopka mana предварительный стирка degan 3 sekund bosib tursangiz, двойной yuvish deydi. Endi предварительный стиркani qo'shganingizdan keyin bu funksiya ko'p kirmoshlarda bor. Arzonchi kirmoshlarda yo'q. O'rta narxda va lyuks modellarda bu funksiya hammasida bor 100%. Endi bu yerda bekorga 3 ta lotok emas. Agar siz gel ishlatsangiz, bu yerga solasiz. Xush beruvchi gelini bu yerga solinadi. Bu yerga ham gel solinadi. Qachonki mana bu предварительный стиркani qo'shganingizdan keyingina gel solinadi. Xo'p, agar siz parashok ishlatsangiz, bu yerga ham parashok, bu yerga ham parashok solinadi. Lekin ko'pchilik gel tavsiya qilamiz, sababi gel erish oson bo'ladi. Parashokdagi o'zidan qoldirmaydi. Parashok ko'plari erimasdan, o'sha eng sifatli parashok olsangiz ham erimasdan qolib ketishi mumkin. Keyin yana bitta life hack sizlar uchun. Gel ishlatganingizdan keyin mana krishkani qattiq yo'q forma. Suyuqlik quyganingizdan keyin sekin yopib qo'yiladi. Endi ko'pchilik savol beradi, parashok yo gel primo barabar sog'sam nima bo'ladi deyshadi. Hech narsa bo'lmaydi. Bemalol ichiga solib foydalanishingiz mumkin. Lekin hamma motorga ham to'g'ri kelmaydi. Sababi parashok oq koningizga, mabodo paxta kiyimlarga qo'yib qo'ysangiz yoki lon materialli bo'ladi. Ular gel qo'yib qo'ysangiz, u narsa to kirmosh suv olib bo'lguncha, isitib suvni olib bo'lguncha u dog' bo'lib qolib ketadi. Shuning uchun bu yerga tavsiya qilinadi. Hop, kirmoshlarimiz keyingi funksiyalari podjim degan. Bu siqish jarayonini past bilan qilsangiz bo'ladi. Siqish darajasini 600-800 ming. Keyingi knopkamiz start va pauza. Endi bu funksiyani qo'shish uchun birinchi o'rinda siz o'zingizga kerakli rejimni tanlaysiz. Masalan, smeshingni yoki mana ba'zi avvalab yuvish tanlaganingizdan keyin bu funksiyani qo'shasiz. Kerakli funksiyani. Start bersangiz, bu sizga 1 soat, 1,5 soat atrofida toza yuvib beradi. Qisqa rejimlarni toza yuvmaydi. 15 minut, 20 minutliklar o'rtacha yuvadi. 15 minutlik chala yuvadi, 42 minutlik o'rtacha yuvadi. Xo'p, bu kirmoshlarimiz sifat yaxshi, sodda model, tushunarli, hamda mana displeylar bor va knopkali varianti bilan. Endi yangi dizayn chiroyli desangiz, mana keyingi kirmoshlarimiz 7 kilolik high-tech va neoklassik dizayn interyeringizga zo'r tushadi. Sababi bu kirmoshlarimiz oldi tekis bo'ladi, to'rtburchak. Hamda bu modelimizdan farqi belari displeylar kattaroq bo'ladi va knopka sensorli. Bunday qo'shimcha funksiyalar ham bor. Hop, kirmoshlarimiz videoning narxini boshida aytib o'tamiz. Narxi $375. Bir ikkita kichkina bo'lgani bilan dizaynga bo'la, bir ikkita funksiya qo'shilganiga bo'la bu modelimiz $5 qimmatroq. Hop, kirmoshlarimiz BLDC motor bilan jihozlangan bo'ladi, ya'ni inverter motor bilan past toklarda ishlab beradi. O'ziga 3 yil motorning o'yin kafolati bor. Hop, ranglari chiroyli, dizaynlari. Oldi mana shu 2 qavatli oyna bo'ladi, tekis. Juda ham chiroyli turadi. Ko'pchilik kuxnyasiga ham qo'yadi. Kuxnyada ham chiroyli turadi. Ichida yuvilgan kir ko'rinmaydi. Hop, kirmoshlarimizni barabar qismiga o'tadigan bo'lsak, rezina yaxshi, sifatli rezina qo'yib ishlatilgan. Har doimgidek, xof men uchun yaxshi. Lampochkalarimiz bor. Bu modelimizda ham komplektda shunaqangi shlankalar chiqadi, aqua stop datchigi bilan. Ya'ni o'chashga suv bo'lganda o'zini to'xtatadi. Hop, barabarlari olmos shaklida. Urberadigan qo'llari ham shunaqangi maxsus buralgan bo'ladi, toza yuvib beradi. Parashoklarni ham yaxshi ko'pirtirib beradi, gellarni ham. Hop, kirmoshlarimiz funksiyaga keladigan bo'lsak, bu kirmoshlarimizni mana sanab chiqamiz. Paxta rejimi, Eco 4060, sport kiyimlariga uchun alohida funksiya, adyol uchun alohida funksiya. Qara, paxta rejimi bilan adyol uchun par qo'shsangiz bo'ladi, ya'ni ikkita funksiyada. Hop, delikatniy stirka, bu o'ylaga avvalab yuvish, детская одежда, chaqaloqlar kiyimini par bilan yuvadi, 3-funksiyada. Уже par qo'shildi. Hop, bu kirmoshlarımizda sleep wash funksiyamiz bor, ya'ni tungi rejim. Tungi rejimda
ortiqcha dovsiz, eng past dovushda sal uzoqroq muddatda yuvadi, lekin zo'r yuvadi. Xo'p, to'rtta funksiyada par bilan yuvish bo'ldi. Xo'p, keyingi funksiyamiz sterilizatsiya. Bu ichki kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Har qanaqa bakteriyalarni par bilan toza yuvib beradi. Bu kurmoshtamizda 5 ta funksiyaga jami 6 ta funksiya, ochechka baraban bilan 6 xil funksiyaga par qo'shsangiz bo'ladi. Bu kurmoshtamizda 1, 2, 3, 4 ta funksiyada. Bu kurmoshamiz 6 ta funksiyada. Shuni hisobiga ham narxi ozgina 5 barobar qimmat bo'ladi. Hop, keyingi funksiyalarimiz smeshini tkань, aralashma tor, быстрая стирка 15 minutda chala yuvib berish, ускоренный стирка 42 minutda, 42 minut toza yuvib beradi. Hop, стирка при 20 gradus sovuq suvda chala yuvish. Hop, shears yungli julli matolar uchun hamda chaqash va siqish, siqish o'zi. Oxiridagi funksiya ochechka baraban. Xuddi bunda ham birodar marta ochechka qilib, tagidagi filtrni tozalab turiladi. Hop, endi displey kelgan, displey kattaroq hamda bunda rangli knopkalar qo'ygan. Dizayni chiroyli, ko'proq funksiyasi bor. Hop, bunda ham privatniy sirka bor. Alohida knopka. Misol, mana bu modelimizda bitta knopkaga 2 xil funksiya joylagan bo'lsa, chaqash bilan siqish. Bunda alohida. Hop, keyingi knopkamiz отложенный start. Misol, 1 soat qo'ysangiz, 1 soatdan keyin yuvish boshlaydi. Timer. Endi bunda zo'r tarafi mana удаление пятен bor. Ya'ni dog'li matoringiz bo'lsa, misol tanladingiz funksiya deylik. Aralashma motor tanladingizda, smeshini stirka. Endi kiyimingizga nimadir to'kilgan. Удаление пятенni qo'ysangiz, bossangiz, dog'larni tozalab yuboradi. Ivitib yuboradi. Shu taraflarni, ustuli tarafi bor. Hop, temperatura datchigini o'zgartirsangiz bo'ladi, haroratini. Hop, keyingi funksiyamiz palaskani, bu chaqash qo'shsangiz bo'ladi. Hop, odjim. Bu odjimimiz siqish darajasini past baland qilsangiz bo'ladi. Hop, mototsikl bu yerda faqat o'zingiz funksiya yaratib olasiz bu yerda. O'zingiz uchun maxsus. Blokirovka additiv. Bu knopkani ustidan bosib tursangiz, sensorlar qulflanadi. Yosh bola kelib bosib ketsa ham hech qanaqa reaksiya bildirmaydi. Keyingi funksiyamiz sleep wash. Siklashgan holatda jarayonni yuboradi, uzoq vaqt yuradi, unaqa dovush chiqarmaydi. Hop, keyingi knopkamiz steam, ya'ni par. Mana bu par belgisi bor knopkalarga bedan bossangiz, par rejimi yo'qoladi. Tayyor qilib bo'lgandan keyin play bossangiz, kiyimlaringizni tozalab yuboradi. Bu o'chirib yoqish, bu play. Pauza. Bu kurmoshtamizda ham предварительный sirka qo'shganingizdan keyin buni shunaqa joylashuv. Yana bir marta qaytarib o'tib ketamiz. Birinchisiga parashov va gel. Gelda ham qanaqasi? Parashovni bosadigani. Ikkinchisiga faqatgina xush beruvchi gellar. Uchinchisiga began parashov gel solasiz. Qachonki kirmoshida предварительный sirkani yoqsangiz, ya'ni двойной yuvish yoqsangiz, bu yerga ham oz-moz parashov va gel solinadi. Xo'p, endi bu kirmoshlarimizni sizlar bilan to'liq ichlarini ochib ko'rsatib beramiz. Xo'p, kirmoshlarimizni TV qismini, krishkasini bo'shatib oldik. Mana sizlar bilan ko'rishingiz mumkin. Mana krishkasi ham o'sha arzon modellardan ko'ra sifatliroq, og'irroq ham o'shaganda bilinadi. Xo'p, endi buni ichida nima gap? Barabani yaxshi jihozlangan. Transportirovочный boltlari, kirish chiqish, toshi ham bor. Bu tosh ham yaxshi yordam beradi. Tebranib ketmasligi uchun. Hop, endi platina jihozini mana ko'rishingiz mumkin. Platalarimiz suvdan himoyalangan. Asosan kirmoshida ko'pida shu platalar suv tegib, kuyib qolishi mumkin. Bu plata motordan ham qimmat turishi mumkin sizga. Suvdan полный himoyalangan. Sifati yaxshi kirmoshlar, datchilari, amortizatorlari, suv nasoslari hammasi joyida. Kirmoshlarimizni tavsiya qilamiz. Haqiqatan ham sifat bor. Hop, endi keyin kirmoshtamiz. Hop, ikkinchi kirmoshtamiz 7 kilolik modelimizni ham qopqog'ini ochib olamiz. Bu modelimizda ham
sifatli krishkasi bor. Hop, bu modelimizda ham xuddi shunaqa joylashuv. Kirish chiqish, hop, toshlari og'irgina. Platani ko'raylik, platada nima? Platalarimiz suvdan himoyalangan. Zborka yaxshi. Baribir import bo'lgan yaxshi, sababi Xitoyda bilasiz, sifatli zborka bo'ladi. Baraban toshlari, baraban o'zi, motor ham kattagina. Tavsiya qilamiz. Qisqasi sizlarga tavsiya qilamiz. Bizga ishoning, sizlarga sifatli narsa tavsiya qilamiz. Sababi texnikani har yil olinmaydi. Uyga olganingizda pardadan ekonom qiling, gilamdan ekonom qiling. Lekin texnikada ekonom qilmang, sababi har yil olinmaydi. Imенно kirmoshda sizga pastda har kun ishlaydi. Shuning uchun o'rta narxdagi yoki lyuks kirmoshdan xarid qilsangiz, sizga uzoq yil xizmat qiladi. Hamda biz aytgan qoidalar bilan, biz o'rgatgan funksiyadan to'g'ri foydalansangiz, har qanaqa nozul motoringiz, yungli jurni motoringizni qanaqa dog' to'kilmasin, hammasini tozalab yuboradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, $370 8 kilolik sodda model. Hamma kerakli funksiyasi bor. Tablolari o'rtacha, knopkali bo'ladi. Xohlasangiz 7 kilolik $375 turadi. Tablolar sal kattaroq, sensorli bo'ladi, dizayn chiroyliroq. Lekin menga ikkitasi ham dizayni yoqdi. Xo'p, endi oilada 5 kishi, 6 kishi bo'lsangiz 7 kilolik. 7 kishi, 8 kishi bo'lsangiz 8 kilolik. Sizga qaysi biri yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Keyingi videolarimiz qanaqa texnika bo'lishini xohlaysiz, uni ham fikringizni qoldirib keting. Pastda nomerni qoldiramiz. Bizga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekiston bilan dostavka xizmatimiz mavjud. Kafolatlar bilan qilib beramiz. Bizni yo'qotib qolmasligi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.